Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun 12-mart 2025-yil 2 xonalikni arzor qilamiz. Hududimiz eski Beeline hududi bo'ladi. Xo'p, 4 qavatli eski binolarning birinchi qavatida 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Skvoznoy planirovka, ikkala tomonga qaralgan xonasi bor va chap qo'lda birinchi xonasi bo'ladi. Buni yotoqxona qilamiz. Birinchi balkonchasi bo'ladi. Ikkala tomon ham devorga qaralgan. Derazalari barchasi akfa alyumindan turibdi. Bir qavatlik oyna. Mana shu kirish eshigimiz bir xoshga bo'ladi. Bu joylarni ham shkaf qilsak bo'ladi. Kladovkasi bor ekan, sveti yonmaydi. Svetni lampochka qo'yib olamiz. Va bu joyda ikkinchi xonasi. Buni mehmonxona qilamiz. Quyoshga qaralgan tomon ekan. Hop, mana bu issiqliklar davlat tomonidan o'rnatiladi. Hozircha ishlamayapti. Yilning oxirigacha ishlatilish rejasi bor ekan. Sanuzellarimiz alohida bo'ladi. Yuvinish xonamiz va hojatxonamiz kafil terilgan ekan. Hop, hamda oshxonasini ko'ramiz. Oshxona joyimiz. Bu joyni endi ovqatlanish zona qilamiz va pishiriqlar zonasini mana shu ikkinchi balkonga chiqaramiz. Xalzalik joyi ham qo'yib qo'ygan ekan. Bu tarafdan ham eshigi bor. Ko'rib chiqamiz. Mana bugungi ob-havo zo'r. Orqa tomondan ham kirib chiqsa bo'lar ekan. Juda qulay. Birinchi qavatda joylashgan 2 xonali kvartiramiz. Hududimiz Samarqand shahar eski Beeline hududi. Orientir Fresco kafesi yoki sudxona deydi. Sudxonaga yaqin bo'lgan domlar. Oldimizda 9 qavatli binomiz bor. Etajimiz. Bu joydan pavarot, vokzal hamda travmatologga juda yaqin bo'ladi. Maktab, bog'cha va boshqa infrastrukturalar juda yaxshi joylashgan. Gaz, suv, svet, boshqa kommunallar a'lo darajada. Hamda oldimizda 24 soat ishlaydigan do'konlar ham bor. Mana shunaqa kvartiramizni narxini 44 ming deyaptilar. Savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tezda aloqa chiqaramiz.